Agar sovchi jo'nataman desangiz, 1-2 kun cho'zib turardim. Qanaqa sovchi, nimani deyapsan? Men senga uylanmayman. Nima? Nega unda gaplashib yuribsiz? Yo'q, erkakchilik. Mana o'zbek kinolarini ahvoli da bundan boshqa yana bizlarda millatimizda pazorlik bo'lmasa kerak. Bular xalqqa nimani ko'rsatyapti? Yoshlarimizga nimani agitatsiya qilyapti? Bilasizlar, yoshlarga bir narsaga teginma desa shunga teginishga harakat qiladi. Lekin 13 yoshli qizchaga bu savchi jo'natish, bu nimani o'rgatyapsizlar yoshlarga? Ha? Nimani? Televideniya, radio hamma joyda e'lon berishdi, jar solishdi bilasizlar. Paloncha qishloqda, paloncha shaharda yoki 13 yoshli qizchani zo'rlab qo'yishdi. 13 yoshli qizcha homilador bo'lib qo'yibdi yoki tug'ib qo'yibdi deb. Moskva va Moskva oblastida yashaydiganlar agar reyestrga tushgan bo'lsalaring, qanday yechishni bilmayotgan bo'lsalaring, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Undan tashqari, patentlaring kuymasligi uchun trudовой договор yoki уведомление kerak bo'lsa va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qilishlaring mumkin. Hamma joyga jar solasanlar-ku, lekin bitta o'sha teshik ichidan ham o'zlaring agitatsiya qilib, ham o'zlaring qarshi turayapsanlar. Butun millatni pazor qilmanglar. Sizlar chiqarayotgan bu qisqacha metrajli filmlarmi, kinolarmi, seriallarmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizlarda chiqarayotgan narsalaringni qo'shni davlatdagilar ko'ryapti, qo'shni millatlar ko'ryapti. O'zbek oilasi, обычный o'zbek oilasi shu ahvolda ekanda deb bular tasavvurida bizni o'zbeklarimizni prosta bir bilasizlarmi? Ana Yevropadan ham battar qilib qo'yishdi. Ko'zlariga shunchalikka xunuk ko'rinyapmiz. Bir kino ishlaysizlar, qaynotasi keliniga teginib qo'ydi, kelini qaynog'asi bilan yurib qo'ydi. Sizlar o'zbek millatini qanchalikka pazor qilyapsizlar? Nima demoqchisizlar? Ertaga mana piva festivali bo'ldi. Xuddi shu kunlar boshimizga har kun tushishi mumkin. Ko'chaga chiqding, gay parad, fohisha parad, libboy narsa bo'lishi mumkin ertaga. Agar hozir biz o'zimizni, millatimizni, o'zimizni or-nomusimizni, opa-singillarimizni, ibo hayosini hozirgina saqlab qolmasak, ushlab qolmasak, bu nima degan ahvol? Mana shu videolarimda o'zbek millati ko'radi va qo'shni davlatda, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda o'zbeklar yashaydi. Ular ham ko'radi. Bularda ham pazor qilyapmiz, baraka topkirlar. Bunday kinolarda ishlab bilmayman. Mo'j tarbiyaviy soat o'rtakkandirsizlar. Qanaqadir yoshlarda maktab ichida sevishib yurganlarni ko'rsatgandirsizlar. PR qilib zo'r prosmotr yig'ishlaring mumkin. Lekin tupurdim o'sha prosmotrlaringga, chiqarayotgan kinolaringga. Nima balo bo'lyapti? Madaniyat vazirligi qayerga qarayapti? Biz charchadik. Bir qarasa o'sha aytib yurdik, mahalla qayerga qarayapti deb. Endi butun bir vazirlik chiqarilayotgan kinolarga e'tibor bermasa, yana televideniya orqali bu narsalar ko'rsatilmoqda. Maqsadlaring nima? Biz nima qilaylik? Butun bir o'zbek antena tarmoqlar hammasini uzib sindirib tashlaylikmi uyimizda? Qaysi davlatni bizlar telekanallarni ko'raylik, o'zimizda davlatimizda telekanallarimiz mana shunchalik darajada pazor bo'lsa, men qo'rqaman bolalarim bilan bunaqa kinolarni ko'rishga. Qo'rqaman. Hammamizga qiz bor, hammamizga farzand bor. Lekin bu narsani quloq bir eshitgandan keyin qilib ko'rishga harakat qiladi. Bu oddiy holat bo'lib qoladi. Quloq bir narsani eshitaversa, bu oddiy holat bo'lib qoladi. Boshiga eshitilganda qo'rqinchli, keyingi eshitilganda spokойно, undan keyin обычный holat. Keyin nima bo'ladi bilasizlarmi? Nima qilibdi bo'ladi? Nima qilibdi? Bu oddiy holat. Nima qilibdi? Yevropadan farqimiz qolmayapti. Konsa konsov o'zbekchiligimiz qayerga qoldi? Mana shu kinolarda televideniyaga berishga ruxsat beruvchilar, sizlarga vijdon bormi? O'zingda qizing shu videoni ko'rishni xohlarmiding? O'zingda qizing, 13 yoshli qizing kimgadir sevishib, savchi jo'natmaysizmi? Meni aldab ketdingizmi? Meni tashlab ketyapsizmi? degan narsalarni ko'rishni xohlarmiding? Hayotda hech kim xohlamaydi. O'zingiz xohlamagan narsani xalqqa bermanglar. Maqsadlaring nima? Erkaklarimizni or nomusi, vijdonini, iymonini sindirishmi?
ayollarimizni ro'moli yechilsin, sochini yoyib yursin, xohlagan ishini qilsin, qalbi toza bo'lsa bo'ldi. Nechta erkak bilan yurishdan qat'iy nazar shunaqa bo'lib qolyaptimi? Oldin hind kinolarini ko'rsatib, bu bizlarga mumkin emas, bizni o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmaydi dedilaring. Nimaga? Chunki o'sha qizni kinligi ochiq turardi. O'zimizda-chi endi o'zimizda undan battari bo'lyapti-yu. Keyin turk kinolarini qo'ydilaring. Turmush qurgan ayoli boshqa erkak bilan yurib ketganini ko'rsatib, boshqa qilib, bu ham biz tanqid qildik. O'g'ri uni ham maskirovka qildilaringda, yo'q. Bu ham bizning o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmas ekan deb. Sizlarning o'zbekchiliklaringga to'g'ri kelyaptimi? Ha? Qaynotasi kelinni dirsillatib qo'ysa, kelini ko'chaga yurgan yoki akasiga yoki o'sha qaynokalariga dirsillatib qo'ysa, sizlarga to'g'ri kelyaptimi? O'rnicha o'shalar qizi sevishib yursa, savchi jo'natmaysizmi degan mana bu kadrlar. Sizlarning o'zbekchiliklaringga to'g'ri kelyaptimi? Undan ko'ra ochib sochinglar, ko'tlaringni ko'rsatinglar undan ko'ra. Undan ko'ra kinligini ko'rsatib yursa yaxshi edi. Hatto hind kinolarida ham ishoninglar, ana eriga xiyonat qilib qo'ydi degan narsani ko'rsatmaydi. Chunki butun bir Hindistonni pazor qilish niyati yo'q ularda. Hatto shularga or bor, bizlarda qayerga qoldi? Or nomus. Manaka, sizlar gapiradigan gapim. Hozir hech kim gapirmayapti. Bersin, meni sudga bersin. Meni sudga bersin. Prodyuseri, televideniyasi, aktyori, artisti, palov batari hammasiga tupurdim. Men millatim uchun gapiryapman. Qani millat uchun bir narsa qilib qo'yinglar. Haqiqiy o'zbek ayolini, haqiqiy o'zbek erkagini millat uchun ko'rsatinglar. Butun boshqa millatlar ko'rsin. O'zbek haqiqiy erkagi qanday bo'lishini, o'zbek ayoli qanday bo'lishini. Nimaga boshqa davlatlar Amerika desa salana seskanadi, bilasizlarmi nimaga? Chunki Amerikadan chiqdi palon, pismadon, osmonga uchadigan erkaklar. Bular Amerikani boshqacha ko'rsatyapti. Amerika soldatlarini bular boshqacha ko'rsatyapti butun boshqa millatlarga. Amerika desa, Amerika soldatini ko'rsa seskanadi. Sababi biz kinolarda ko'ryapmiz. Bizlarga boshqacha qilib ko'rsatyapti kinolarda. Bizni ham shunday ko'rsatinglar, boshqacha emas. Borimizcha ko'rsatinglar. Buni ahvol bu, sharmanda qilib o'ldirdilaring-ku. Meni gaplarimni qo'yinglar bo'lmasa mana. Qo'ya olasizmi bironta radioga, televideniyalarda? Qo'ya olmaysizlar. Chunki ayblaring bor. Boshqa gapim yo'q. Kommentariyada xalq yozsin o'zini fikrini. Meni gapimga qo'shilganlar. Va bunday kinolarda yamonlab va oilaviy ko'rmayman, tupurdim bunaqa kinolarga deganlar xalq ko'rsin, xalqqa ko'rsatyapsizlar-ku. Meni ham haqqim bor. Men gapirishga bu narsalarga, atvet berishga, javob berishga. O'sha xalqning ichida men ham yuribman. Gap bu yerda blogerlik, jurnalistlik yoki boshqa narsa emas. Men o'zim fikrimni bildiryapman. Men tupurdim bunaqa kinolarga. Ilojini qilamanki, o'zbek kanallarini oilamga, umuman oila a'zolarimga ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Sababi g'irt yolg'on millatda pazor qiladigan, sharmanda qiladigan va yoshlarimizni boshqa yerda chalg'itib, o'sha yo'lida adashtiruvchi kadrlar qo'yib beryapsizlar. Men qo'ymayman bunaqa narsalarni. Meni gapim shu. Kommentariy ochiq turibdi. Bosamiz banglatib. Rahmat.